Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerikanın paytaxtı Washingtondakı Dövlətlik Demokratiya Fondi Cəmiyyətinin sabiq prezidenti Karl Gershman əpəndinin pensiyası üçün elib verilgan kəşlik fəaliyyətini o'zinglarga bag'ishlayapmiz. 30 noyabr kuni Uyg'urlarning kishilik huquqi va Uyg'ur davosini uzun yillardan beri qo'llab kelgan Amerika Davlatlik Demokratiyani ilgari surish fondining sobiq raisi Karl Gershman apandining Uyg'ur davosiga qo'shgan to'kpisiga minnatdorlik bildirish faoliyati o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu ve Uyghur Hareket Təşkilatının həmkarlığında orunlaşdırılğan bu fəaliyyətdə Karl Gershman əpəndinin qılğan xidmətlərə və onun Uyghur davasına qoşqan töhfəsinə yuqori baha verildi. Karl Gershman əpəndi 1984-cü il Amerika Dövlətlik Demokratiyani ilgari surish fondining raislik vazifasini boshlagan bo'lib, u pensiyaga chiquvchi bo'lgan butkul xizmat hayotini kishilik huquq va demokratiya ishlariga bag'ishlagan. Karl Gershman əpəndi Uyghur davasının xalqaralashishi, sistemlashishida hal qilg'uch rol o'ynagan. U Amerika Uyghur birlashmasi, Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kishilik Huquq Qurilishi va Uyghur harakati tashkilotiga tunji bo'lib mablag' ajratib, Uyghur davosining kuchlanib, xalqaro munbarlarda Xitoy hukumatini cho'chitgidek holatda bosh ko'tarishiga asos yaratgan. Faoliyatda kishilik huquqni ilgari surish fondi jamiyatining hozirgi raisi Damon Wilson, muavin raisi Barbara Haig, Amerikaning ayollar huquq masalalari bo'yicha BDTda turishliq sobiq elchisi Kelly Curry xonim, kommunizm qurbonlari xotir fondi jamiyati boshlig'i Andrew Bernberg, Amerika diniy erkinlik komiteti muavin raisi Nuri Turkal, Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti raisi O'rkash Davlat, Dünya Uyg'ur Qurultayı raisi Dolqin Aysa, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Umar Qanat, Uyg'ur harakati boshlig'i Roshan Abbas qatorliqlar so'z qilib, uning xizmatiga yuqori baho berdi. Shuningdek, uningga tashakkurni bildirdi. Karl Gershman apandining sharafiga o'tkazilgan bu faoliyatga yana Uyg'urlarga yaqindan tanishlik bo'lgan Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonimmo qadam tashrif qildi. Faoliyatda Karl Gershman apandiga to'n kiydirilib, Uyg'urlarning minnatdorligi yetkazildi. Karl Gershman əpəndi minnətdarlığını ifadəlab söz qilib, Uyghur davasının haqlıq bir dava ekanligini, Xitoy hökumətinin bugun Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini va buning to'xtatilishi uchun o'zining Uyg'urlar bilan bir safda turib, Uyg'ur davosini davomli qo'llaydiganligini bildirdi. Endi biz bu munosabat bilan elib borgan ba'zi muhim suhbatlarimizni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Dolqin əpəndi. Bugun Amerikaning poytaxti Washingtonda NED, yana Amerikadagi mamlakatlik Demokratiya Fondi Jamiyatining sobiq prezidenti Karl Gershman apandining pensiyaga chiqqanligi sababidan uning uzatishini berdinglar bugun. Bugun nima uchun hamda bu insonga bunda cho'ng bilib, hamda Dünya Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur harakati tashkiloti ham Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorli kuch tashkilot birlashib Karl Gershmanga bugun to'n kiygisizlar, mukofot bersizlar. Rahmat. Deganingizgidek bugun bu marosimni 3 tashkilot birga o'tkazdik. Chunki Karl Gershman mushu Amerika Davlatlik Demokratiyani ilgari surish fondining qurg'uvchisi. O'z vaqtida prezident Reaganning bevosita riyosatchiligi bilan qurilgan dunyoga demokratiyani tarqitish, fikr erkinligini tarqitish, inson haqlarini qo'g'dashni maqsad qilgan bir qurilish. Bu NED qurilgan 1980 yıllarının o'ttirlaridan boshlab hozirgacha bo'lgan 30 necha yil jarayonida dunyoda 150 dan ortiq davlatda 1000 dan ortiq har yili o'xshamagan proyektlarga moddiy yordam qilish orqali dunyoda demokratik qimmat qarashini tiklashga yordam qilgan bir qurilish. Karl o'zi mush 30 necha yildan buyon mush tashkilotni qurgan bir kishi bo'lish bilan dunyoda yalnız mushu diktatör memleketlerde emas, Sovet İttifaqının çöküşüdün tatip, Şarkı Avrupa'nın demokratiyalarga o'tishidan tatip ve hazırmı yalnız zulüm astı turayotgan Şarkı Türkistan'daki xalqlar olsun, Tibet xalqlari olsun, hatta Kuba'daki hakimiyet karşı olsun, müşahidi xalqning erkinligi uchun ko'p xizmat qilgan bir adam. Çünkü bu kişinin bu uzun yıllık hizmetini yalnız bizlam emas, bütün dünya takdirlayotdi. Yakında ben Prag'a bağlandım, Forum 2000'nin yığınıga, Münber 2000'nin şehadımı nait çoğun bir murasim bilen Karl Gershman'ın şerifiga bir murasim ötküzüp mukaffatladı. Şunun biz
Uygurlarmı bir vafa burcumuz var. Çünkü enidi 2004 yıldan başlap tuncu qatim Amerika Uygur Cemiyeti'nin terkibideki Uygur kişilik hukuk kuruluşuna maddi yardım kandın tatip Şarkı Türkistan davası, Uygur davası bir profesyonel, kesbi dava altı geçti. 2016 yıldan başlap Dünya Kurultayı'na maddi yardım kılışığı başladı. 2006'dan başlap. Demek bu la belirlendiği için biz nurgulluğun halkaralık yığınlarını profesyonel şekilde ötküzeleydiğin, yaşlarımızı kesbi şekilde terbiyeleydiğin ve dünyaya Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, Avrupa İttifakı olsun, her kaç devletler gibi olsun davayımızda Şarkı Türkistan'daki vaziyetini bu imkaniyetlerden paylanıp dünyaya seslimlik şekilde anlatıdığın, bugün dünyanın Şarkı Türkistan meselesiyle bundak köp kızıkış kozgıgan, histaşlık kılgan bir avaz şekillengen bolsamış en iyiden Karl Greşmen'nin bunun da zor töpsü var. Şununla biz bir vicdani ve milli burcumuz dep oylap bunu bir insani burcumuz dep oylap bu mükafatın bir işini, bu merasim ötküzüşünü layık gördük. Yani sizin demekçi boğunuz, yani Karl Gershman, hem de şu Uygur davasının yükselişte dünyada. Meyli dünya Uygur kultini qollaş bolsun, aynı vaqtda Uygur Amerika Birleşmesi Uygur kişilik hukukunu qollaş bolsun, bu Uygur hareketini qollaş bolsun, oynagan rolü manevi ve maddi cihetki yardımı zor oldu bu adamның. Yani bu günde bu adam pensiyaga chiqsimi, sizlar bu adamның Uygur xalqi uchun qilgan xizmatini unutmaslik uchun, minnatdorlik bildirish uchun bugun bu marosimni o'tkazdilar. Shundoq. Çünkü deyinizdekidek bu bugün Şarkı Türkistan'da ırkı kırgınçılık yüzü bir vatkan bir vaktimizde bu Karl Greşmen yalnız bu enidi bizim maddi cihetten kollap kalmay Amerika Kongresi'de 2019 Dünya Kurultayı'na Muşu Uygur ırkı kırgınçı dünyaya anlatkanlık sebebimizden bizim mukaffatladı. Ve şundaklı yüzden bağın halkara sorunlarda meyli Afrika olsun, Latin Amerika olsun dünyanın hem yerlerde Karl Greşmen yukarı bir salahiyetke ve abruği olan bir adam. Nurgulluğun rehberleriyle, devlet rehberleriyle uçuruşudu. Nurgulluğun dostları var. 30 yılın yakı komünizmden demokratik ötken devletlerin rehberleriyle dostluğu boğan. Demokratik devletlerin dostluğu boğan. Şunda hürmet layık bir adam. Şunda bu adam yüzünün bu salahiyetini paylanıp her bağa yerde Uygur meselesini anlatıp geldi ve Karl Greşmen Şincan diyen isimde işletmeymen, Şarkı Türkistan dep ataymen bu devletin ismi Şarkı Türkistan dep 2019 Dünya Kurultayı'na mukapat vergende şunca kalıgan. Yani bu kişinin Uygur davası koşkan töpüsü yalnız maddi cihetten bizim faaliyetlerimiz kollaşamaz. Bu meselenin dünyaya bölünüşü, Xitayning Uygurlarga yapıp atkan bu zulmünü anlatışta hakikaten gayet zor oynayan bir adam. Onun için bununla bu murasimni qilish bizim bir vafa burcumuzdu. Rahmet sizge. Sizge köp rahmet. Davsa assalomu alaykum Örkeş Devlet Efendi. Washington hoş geldiniz. Hoş geldim. Yaxshi. Bu siz hamda Washingtonga yaqindimi bir kelib ketgandingiz. Kelib House Speaker Nancy Pelosi xonim bilan ko'rishib, Nuriy Turkal Efendi bilan Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ydingiz. Bugunmi mana Washington kelibsiz. Siz bugun hukumatning Tayvan hukumatining xizmati bilan keldingizmi yo Karl Gershman Efendi'ni pensiyaga chiroyli uzatish uchun keldingizmi? Bu Karl Gershman Efendi'nin pensiyanın bunda kursulunsuga keliş en mühim bir sebep oldu. Ama elbette yeni şu Tayvan'ın hazırmen Tayvan hükümet parlamentinin insan hukuku komisyonunda işler hizmetini bilen mi işleri bilen bade bu kadar şu işler bilen birlikte geldim. Ama şu Karl Gershman Efendi'nin biz Uygurlarının uzak vaktimizin yakın dostumuz olan pensiyaga chiqqan bundaq bir so'ringa kelish cho'qim deb keldim. Siz bu Washingtonda turish jarayoningizda Amerika hukumat arbobi bilan ko'rishsiz albatta. Bu yerda Uyg'urlarning masalasi to'g'risida ba'zi narsalarni o'tirib qo'yamsiz? Albatta. Hozir bular Amerikaliklar hukumat bo'lsinmi, bu parlament a'zosi bo'lsinmi yoki bu akademiyan bo'lsinmi, bular bilan bir savolni jiqroq parangishyapmiz. Shu burun Kompartiya hukumati, Xitoy hukumati bu hech qaysi Tibetliklar bo'lsinmi, Uyg'urlar bo'lsinmi, agar bular separatist desalar, independentist desalar, ularga yordam bersanglar bo'lmaydi degan burun jiq fikrni ko'rsatgandi. Ham Amerika hukumati uni anglagandi. Men hozir bular paranglashganda har qator shu savolni o'tirib qo'yman.
Mesela Kanada'da Quebec alvası müstakillikka çıkımız dese demokratik devlette onun tosulmaydı. Eğer şunuşka bir gün bulup mu bir gün milyondan çok Uygurlar bu concentration camp'ın içine ekir ketken vaxtıda Uygurlar bir gün müstakilini sorulgan ninki şu kanunluk şekilde oldu. Bu hazır bunu Amerikalılar düşünüş gerek. Hem de bu kiyinlikle bu Komparti hükümeti her katalam bu separatist movement bunun yardım bersanlar bulmaydı diyen vaxtıda demokratik devletlerin içinde mi halklar özünün müstakil sorulgan hukukunu hürmet kılmaz dep cevap verenler dep fikir beriyotun hazır. Pek mühim gaplarni qilibsiz. Unda bo'lsa sizdan oxirgi savol. Siz hamda bu hozir Uyg'urlarning erkiy qirg'inchiligi hozir 5-yilga qarab qadam qo'ydi. Sizdan hozir hamda bu Biden hukumatidan umid qilgan, arzu qilgan nima narsamiz bormi? Qanday harakat ilib borsa bo'ldi sizningcha? Amerika cho'ng davlat oldin 30-40 yilning ichida bir xato Jungo siyasetini qo'lni yo'lda mangan. Hazır 30-40 yıldan keyin bu Jungo siyasetine özgürlüş tez kildi. Çoğun devlet olgan iken. Hem kımmet kildi. Ama menimce Amerikalılar hazır bir düşünçilik kilovatıdı. Bu düşünçilik ne desiniz? Şu qanchalik qimmat bo'lsa-mu, agar bu bahoni to'lamasak bir gün keyinlikka uning bahası texmi qimmat bo'ladi. Şunuşka ümit şu yerda. Nuri Turkel efendim, bugün akşam Amerika'nın paytaxtı Washington'daki Amerika'daki Devletlik Demokratiya Fondi Cemiyeti'nin sabık reisi Karl Gershman efendiga Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Huquq Qurilishi, Uyghur Erkek qatorliq tashkilotlar hurmatini qilib pensiyaga chiqqanligini bir xotircha berdi. Siz bu yerda Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining muavin raisi bo'lish sifatida bu odamni taqdirladingiz, qilgan xizmatlarini madilab o'tdingiz. Endi bu Karl Gershman endi Uyg'urlar uchun nima qilib berdi? Endi bugun bu odamni sharafligidak. Ben Karl Gershman'ni 17 aldı da tanıgan. Sizden xabarınız var. Biz birlikte UAE'de işletken vaktimizde bütün dünya Uygurlarga şübhe bilen qarayotgan. Xitoy hakimiyeti özüneki diplomatik, iqtisodiy jihatdagi imtiyozlardan foydalanib Uygurlarning o'rlik harakatini bulg'ayotgan müştaq bir muhitda Karl Gershman sizga, menga ve bizden başka şu vaqtdagi UAE'dagi rahbarlik o'rin turayotgan septaşlarımızga ishendi. Bular bilan bir ish qilgani bo'ladi ekan. Bular bilan biz bir keng ko'lamlik Uyghur o'rlik harakatiga ulsala alaydiganmiz deb ishongan uchun buni jiq insonlar bilmaydi bu tarixni. Endi u tarixda u vaqtda Amerika hukumati olsun yoki boshqa hukumat olsun bizga shu bilan qaratgan vaqt. Lekin Karl Gershman bu tarixda bu odamning ayrim bir o'rni bor kishi. Çünkü insanlar sizga shu bilan qaratgan vaqtida insanlar Xitoyning gapi quloq sevayotgan bir nayti bir alaqsadi bir ahvol ostida bu adam bizga ishondi, sizga ishondi. Bizning boshqa xizmatdoshlarimizga ishondi. Endi garchi shu vaqtdagi bizga ta'minlagan miqdordagi puli Amerikada bir hisobda bir o'rta sinf xizmatchining 1 yillik maoshi. Lekin buning stimul xarakterdagi ma'naviy jihatdagi stratejik jihatdagi ve teşkili kurumu jihatdagi bo'libmi Amerikadagi Uyg'urlarga bergan ro'yi ilomini faqat uni oddiy so'zdan ifodalab bo'lgan olmaydi. Chunki sizdan biz uni yashab baqdik. Bütün dünya bizga yomon ko'zdan qarayotgan chog'da Karl Gershman o bizni qo'llash vaqti olsun ishinib bizga darvosini ichpadi ve moliya shu vajdan. Endi hozir bugun qaraydigan bo'lsak, hamma ishning bu qurilish sahasini ko'rib baqqan shaxs buni bilalaydi. Avval chertov sizildi, onundaki onun ulu silindi, onundaki bina yasildi, onundaki dizeyimiz. Karl Gershman şu vaqtda bizga ul seppagan. Endi hozir shu sababdan UHRP'da ondan artıq adam ishlaydigan bir kasbiy tashkilot, dunyoda birdan-bir inson huquqlari ilmiy tadqiqot organi, ma'lum jihatda aqlli amri. Undan boshqa qurultay, dünyadaki vakillik karakterli bir siyasi organ. Onundaki başka Uyghur teşkilatları var. Bu bir emas. Burun 75 bin dolarla başlangan Karl Gershman'ınki himayesi bugün halkaralık bir Uyghur teşkilatlarının bir gevdisi aylandı. Şunun için
ben daim deyime bu gapni Karl Gershman'ga o'xshash niyati durust oliy insonlarning rahbarlik tusini ko'rsatadigan davlat manfaati kelgan chog'da kishilik huquq, demokratik prinsip ve axloqiy burchini birleştire oladigan shaxslarning sababidan biz 17 yilning oldida boshlagan harakat Washingtonda bugün kelib bu holatda mana bugün ko'rdingiz. Cumhuriyetçiler bor, demokratlar bor, bu yerda qaysi partiyaning kim gap qilayotganini bilgin olmaydi. O'rtaq nishon Uyg'urlarning o'rligi, Uyg'urlarning kelishigi, hozirgi yurgizilayotgan milliy qirg'inchilikqa qanday tadbir qo'llanish, buni qanday insonlarningki vijdoniga taqshirgan masala ekanligida nayt bir samimiy aile sohbetidek ve texnik köp siyasi tedbirlerini kullanışka çağrı kılgan müştak bir muhitini görüyoruz. Hem şu bir gerçek Karl Gershman'ın ki pensiyaya çıkış münasebetiyle içilen jığın bozu mu? Bunu Uygurların Amerika'daki hayatını bir esletilgan bulup bu siyasi hayatını. Uygurların teşkili hayatını bir xil başkanın namayan kıldıgan. Uygurların Washington'daki milli örlük hareketi sağan ulu ne? Başkadan milletke, halkka, cemaatçik esletilgan müştak ahmiyetli bir faaliyet dep görüyorum. Bu elbette siz tushuntirib o'tib ketganda Karl Gershman apandi ya'ni xalqaro terrorizm urushidan keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarni terrorist qilib ko'rsatayotgan Sharqiy Turkiston Islom markazi degan tashkilot bor deb butun Uyg'urlarni Sharqiy Turkiston terrorist qilib ko'rsatayotgan bir zamonda ya'ni sizga bizga ishonib shu zamonda shu pulni bergan. Albatta NID'ning pul berishi sizningcha bu yerda bu faqat moliya jihatdagi bir yardım bo'lamdi ya şu teşkilatni şu Uyg'ur davosini e'tirof qilishim bo'lamdi bu yerda. NID shaxsni yoki tashkilotni desteklemaydi. NID project yoki bir hareketni desteklaydi. Bu yerda Uyg'urlarning orasida NID Uyg'urlarga pul berib tashkilotlarga bularni avtonomiya chiqaribdi, buni siyosiy qilmaydan qilib Sharq Turkiston degan butun qap-qora yolg'on gap. Karl Gershman texe Uyg'urlarga Sharq Turkiston deyishga bayroqtarlik qilayotgan odamning biri. Amerika'nın kongre bugün mü anladınız? Şincan diyen kelimini mesxire tonunda, Şarkı Türkistan diyen iftiharlık tonunda anlattı bugün. Yani şu bir yerde hakkında ki bu NID'ye hissetlik bitti, NID'nin kupkuruk gap. Mesela Karl Gershman sepegen ul bu. Karl Gershman hiç kaçan biri bir Uygur kısıl avtonomiyatçı olanlar, ya ki müstakillik şuartı olmanlar, ya ki Uygurlar örlükke ihtiyacı yok bilmeler diyen gapni qilib baxmidi. Ya ki olması berib Xitoyning için mecbur yaşandı diyen gap qilib baxmidi. Anladınız mana? Canlıq bədinlar. Hem gap degan unundan iniq, unundan roşan bo'lmaydi. Siz bu adamla tanışkanda bugün kadar Uygurlarning örlükke, hak hukuku ve Uygurlarning özüge hoca buluş, özünün memleketine, özünün yurtuna, özünün halkıga, özüge paragarlık verilgan erkinlik bir hukuku var da piyadı. Bugün yana şunu namayan. Şu an bir yerde bu radyo anlıqçılarının mı biliş tegişlik en mühim meselenin biri NID hiç kaçan, hiç qanday bir teşkilatga anida, manida deb ya da micro management qilib, onu aqıdan puppet masterlik qilgan ish olmaydi. Bu erkinlikning tashabbusini qatgan tashkilot qilib, boshqa tashkilotlarning erkinligini iskanjiga olmaydi. Bu mantiqidagi bir nihoyat bir tushunchsizlik Uyg'urlar orasida davom qilyapti. Buni radio anlıqçılar, bu programni ko'ruvchilar cho'qim bilish kerak. NID'ning pozitsiyasini bugun ko'rdinglar. Bu yerda hech qachon Uyg'urlarning siyosiy o'zgurlik, o'rlik, hatta mustaqillik harakatini bir iskandiga olgan ish yo'q. Bu yani bir muhim savol hamda aslında şu zamanlı da mesela siz biz NID'ye kelib bularga Uyg'urning ahvolini tushuntirib, bulardan iqtisodiy ve maliyat yardım ham e'tirof qilishni talab qilgan zamonlarda agar Karl Gershmandek, Louisa Greavedek insonlar bo'lmagan bo'lsa NID'da shu pulni shu yordamni bermagan bo'lsa, masalan Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti qurilmagan bo'lsa, dunyo Uyg'ur qulti, Uyg'ur erkin qolgan tashkilotlar bugün sizningcha Xitoy hukumati Uyg'urlarga erkin qirg'inchilik yurgizayotgan bu kunda Uyg'urning davosi qanchalik bo'ladi? Bu nihoyat muhim bir savol so'radingiz. Endi bugünkidek mushtaq sistemlashgan, kesblashgan, xalqaralashgan bu tashkiliy gavdaning shakllanishi o'z vaqtida biz UHRP orqali seppagan ul asosida o'tirg'i chiqdi. Abay men nutqimda degandek Dolqin Isa Abdulhamid Tursunlarning Xitoylar terrorist deb ism olgani uchun, Dolqin Isa Amerikaga kelganligi uchun men Karl Gershman bilan so'zlashib, Abdulhamid Tursun bilan Dolqin Isaga bilet aldırıp, yataqlarını o'rlashtirib, Berginga apag'izdim. Apag'izib ko'rashgandan keyin qaytib kelib, bular biz o'ylagandek emas ekan deb, ko'zga bir emin topgandan keyin bu qurultayni desteklagan ish bo'ldi. Ham bu yerda bu terrorizm qarshi ma'naviy, moddiy jihatga va siyosatga raddiyadan boshqa
bu NED'nin bu UHRP'den başlayan bu destiki, Uyghur Amerika Birleşmesi'nden başlayan destiki, hazırki şu g'arbleşken Uyghur siyasetiga silingan ul deb görümen. En bugünkidek şundaq bir nazik mezgilde, şu Uyg'urlarning shunday bir mükemmel teşkilat bo'lmagan bo'lsa, bu xalqaradagi hukumatlar bilan, diplomatlar bilan bugunkidek bundaq izchil qo'yiq munosabat o'rnatmagan. Bugun ko'rdingiz, Angliyaning parlament a'zosi Nusrat G'ani başka bir işle Washington'a geldi. Ben bu faaliyetten kalsam bo'lmaydi, benim bilan bir keldi. Başkalar yana keletdi, hazır biz bu Şükran bayramıga udluk yapganımız için Washington'da senatörler, kongresmenler yok. Bombası bir yerde bugün texim jiq tantanilik bir pensiya chiqish murosimi o'tkazgan bo'ladi. Hem çünkü bir yerde bu terrorizm qarshi septetsin meselesi olsun, keşf etken teşkili kurul meselesi olsun, ondan keyin hozirgi vaziyatga kesbi yolu bilan hükümetlerle bir oturup söhbet kılarlaydıgan şundaq bir Uyghur teşkilat kurulmasının şekilleşiga NED'nin töpsini təsvirlab tüketken olmaydı. Elbette bu NED'nin Uygurların kol işine Xitay hükümeti qattiq qarşı, hem NED'de CIA'nın bir kısmı bula bölgünçilerge pul beriyotidi, dünya Uyghur qultigi deb. Xitay hükümeti mesela bir taraftan NED'ge hücum qilsa, yani bir taraftan dünya Uyghur qultigiga hem NED pul bergan boshqa Uyghur tashkilotlarga hücum qilyotidi. Ama şununla bir vaqtda bazı atalmış faaliyetçilerimi tang Uyghur mesela NED'ge hem dünya Uyghur qultiga qatarlıq NED pul bergan tashkilotlarga hücum qilyotidi. Bunun qanday qaraysiz? Bir yerde bu teşkilatlarning bir işini to'g'ri qilayotganligining ifodasi. Bu teşkilatlarning xizmatlarini unumli bo'layotganligining ifodasi. Bu teşkilatlarning tashqi siyosatlariga har qaysi davlatlarning ta'sir ko'rsatayotganligining ifodasi. Bir ish qamlashib ketgan chaqda bu siz qarshi chiqayotgan hukumatdan bunga qarshi tadbir ko'rsatdi. Shu men hech hayron qolmayman. Hükümetler aşina qo'lladi, Xitoy hukumati texmi shundaq. Chunki bu yerda Xitoy hukumatining bu ko'p kunduz ilib atgan qirg'inchiligiga bu tashkilotlar bunda tashkiliy kesibleşken, sistemlashgan usul bilan hukumatlar bilan bir yerda o'tirib tadbir qo'llanayotganda, bu Xitoy hokimiyati tabiiy uningga yoki ijtimoiy, yoki shaxsiy, yoki boshqa vositani qilib qaytaruv hujumlaydigan ish bo'ldi. Bu normal ish bu. Shunga men hech hayron qolmayman. Hükümetler arasındaki münasebet müştak oldu. Lakin Uyghur teşkilatları özünün takdirliş gerek. Bugünkidek şundaq bir ciddi vaziyette Avrupa parlamenti olsun, Angliya parlamenti olsun, 7 parlament hazır Uyg'urlarning aqida. Bunu selçaqlash qo'ldigan bir narsa emas. Amerika hukumati ma'muriy jihatdan yoki qonun tuzish organi bo'lgan kongress jihatdan, ama Uyg'urlarning aqida. Buni milyonlab pul xarjlab setib olgan bo'lgan bir destek emas. Uyg'urlardagi pak xalq, haqiqiy harakat, adalet istigi ve dünyaya tehdit etken bir Komünist Partisi bo'lgan Xitoy hokimiyati olib berayotgan bir haqliq hörlük hareketi bütün cemaatçilikni tabiiy Uyg'urlarga septaşlık shundaq bir nimini sepini birlik ish beradigan ideologiya jihati birlik va so'zda ishda birlik va mushtaq bir muhitni shakllantiradi. Albatta siz degandek Xitoy hukumatining NED'ni ayblishi, Dünya Uyghur qultigi va yoki NED pul berayotgan boshqa tashkilotlar hem onun rehberliğini ayıplayışı hem onun hayran qağıdak emas. Ama chet elda turgan bazı teşkilatlarmı Xitoy hukumatiga qarshi turmay, Dünya Uyghur qultigiga qarshi harakatlanishi bu nimadan derak? Bu Dünya Uyghur qultigiga qarshi harakat ko'rishi normal ish. Chunki Dünya Uyghur qultigi mush hozirgi qirg'inchilik jamoatchilikning diqqatiga kelgandan tortib nayt izchil turda Amerikada olsun, Avrupa'da olsun ve başka davlatlarda olsun, hadi keng ko'lamlik sistemli kesibleşken hizmet yapıyordu. Bu hizmet Xitoy bo'lib bu sot mahkamasidagi ish olsun, parlamentlardagi ish olsun, tabii bu Xitoyning diqqatini çekiyor. Yani o diqqatini çekip sen çıkıp Xitoy qurultayini tilasa, onun quloq soladigan hukumat jihati baza bo'lmagan uchun boshqa omillarni ishlatib qurultayninki ulini ajizlashtiradigan, qurultayninki simasufliklaştıradigan, qurultayning rahbarlariga shaxsiy zarb beradigan ahvollar oldi. Lekin Amerika hukumati biz bir hukumat bo'lib bilan biz qurultayni qo'llaymiz. Hurmatli ko'rganlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.